Duolaringizni tayyorlang Ramazonning oxirgi 10 kunligi uchun. Rasululloh alayhisolatu vassalom shunday marhamat qildilar: kim Qadr kechasini iymon va ixlos bilan o'tkazsa, uning oldingi gunohlari kechiriladi. Alloh taolo Qadr kechasi haqida shunday dedi: Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Avval o'zingiz uchun taqvo bilan do'zaxdan najot so'rang. Allohim meni shu muborak oyingda do'zaxdan ozod qilgan bandalaring qatorida qilgin. O'zingiz va yaqinlaringizni duo qiling. Ey Alloh, hidoyat bergan zotlaring qatori meni ham hidoyat qilgin va sog'lom qilgan zotlaring qatori meni ham sog'lom qilgin. Himoya qilgan zotlaring qatori meni ham himoya qilgin. Robbim, meni va ota-onamni mag'firat qilgin va yaqinlarimni ham. Har kecha duo qiling. Sen xohlagan narsada yoki o'zing istagan ishda, ey Robbim, sendan mukammalni so'rayman. Duoyingizda mazmunli bo'ling. Go'zal va ta'sirli duo qiling. Alloh duoda o'ta iltijo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bu videoni Qadr kechasini kutayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.